Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadakaca Rosa Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü İslağa 2021 yıl 4. ayının 18. günü hürmetli vatandaşım. Vaziyet doğrusunda gep kılsak hulası kalam. Birinciden Cumhur hükümetinin bayanatçılarının pozisyonu boşap gitti. Çünkü Washington'da Japonya'nın veziri Guaibi bilen Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden söhbetten keyin birleşme bayanat ilan kıldı. Tayvan degan bir isimli birleşme bayanatga kirgizdi. Şu günü Tayvan'da Japonya'nın Tayvan'daki iş başkuruş ornu 52 yıldan keyinki tunji qatimda degedek Japonya'nın bayrağını çıkardı. Vaziyet muşu. Xulasa qilganda vaziyet muşu. Bugün vatandaşlarga söz deydigan leksiyalarimiz mavzu mundaq vatandaşım. Japonya Amerika bilen birleşip halkılık birinci qadamni bastı. Mavzulu xabar Fransiya Xalqaro Radiosu'da e'lon qilindi. Xabar 4. ayının 17. günü Fransiya Xalqaro Radiosu e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Ben bir tor betiga köçürüp besildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Aqsaroyga vazifaga o'ltirgandan keyin tunji qatim bir chet ellik rahbar, ya'ni Yaponya'nın veziri Guaibi'ni kutib oldi. Suhbatdan keyin Amerika Yaponiya birleşme bayonot e'lon qilib, birleşme bayonotga Tayvan masalasini elib kirdi. Anlaşılan qaraganda bu iş Yaponiya 1969 yılı Yaponiya Amerika devlet başlıkları söhbetinin ortak hücceti ve 1972 yılı Cumhur bilen diplomatik münasebet ornatkandan keyin aradan yarım eser 50 yıl ötüp Amerika Tayvan ortak hücceti, ortak bayanatıga Tayvan degan ism kirgizildi. Alyaska shtatida Amerika Cumhur söhbeti başlanışdan buran Amerika taraf Yaponiya bilen ikki qo'shilgan söhbet ötküzüp Yaponiyanın Cumhurga qaratgan pozitsiyasi aşkara qattiqlashishga yuzlandi yoki başladı. Qattiqlashishga başladı. Bu qatam Yaponiya Amerika e'lon qilgan birleşme bayonotda mundaq ko'rsatildi. Amerika Yaponiya ikki davlat Tayvan bo'g'ozining muqimligini, bexatarlikning muhimligini ta'kidlaydi. O'xshashli ikki qirg'oq masalasining tinch yo'l bilan hal bo'lishini ilgari surdi. Yaponiyaning vaziri Guaibi, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden birleşme bayonot e'lon qilish bilan birga Yaponiya Qo'g'dinish vazoratining vaziri An Shinfu 17. günü Jishidao orolini ko'zdan kechirganda yana bir qatam Tayvanni tilga oldi. U mundaq dedi: Tayvanning bexatarligi muhim. Bu so'zni Yaponiya matbuotlari mundaq tushuntirdi. Amerika Yaponiya davlatlari birleşme bayonotiga Tayvan degan ismni kirgizgan shu kuni An Shinfuning bu qatamqi faoliyatida qo'g'dinish qismlarining mavjudligini ta'kidlash jihatda Junguni iskanjaga ilish puraqa kelib turdi. Uning ustiga Yaponiya davlat mudofaa vaziri An Shinfu Tayvanning bexatarligini yuksak ko'tarib turib gap qildi.
Yaponiyanın bexatarligini kapolatga ega qilish jihati bo'lsin yoki texmo xotirjam bo'lishga tegishli xalqaro jamiyatga nisbatan aytganda bo'lsin, Tayvanning bexatarligi intayin muhim dedi An Shipo. Yaponiya davlatining davlat mudofaasining vaziri, qo'g'dinish nazoratining vaziri. Yaponiya doiralari yaqindan beri Jungoga nisbatan ehtiyotchan bo'lish pozitsiyasini o'zgartib, Jungoda mavjud masala, kishilik huquq masalasi, Sharqiy dengiz va Janubiy dengizda kengaymichilik qilish masalasi qatorliq masalalarga qattiq tanqidiy pozitsiya tutdi. Tayvan masalasi ham Yaponiyaning maydoni ochiqlashishga boshladi. Bu qatimqi Yaponiya Amerikaning birlashma bayonotidan qaraganda, Yaponiyaning vaziri Guaybi qat'iy niyatga kelib, Tayvan masalasida Yaponiyaning maydonini sharilidi. Jungo tarafning zarba berish jihatda Yaponiyaning allaqachon Jungo tarafning zarba berish jihatdagi pozitsiyasiga Yaponiyaning allaqachon tayyorligi bor edi. Bu shundan derak beridiki, Jungo Tayvanga qadam-qadam qistab kelgan vaziyat ostida Yaponiya kunlarning birida jiddiy taqobil turishga tayyorlik qilishi lozim. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.